Kuchamaytaq taş yo'lda xatarlik bo'lgan Mao yo'l ili Mo'g'ul ko'ra tash yo'li. Odam qarashdimi qo'rqidi. Texnikasi alayda yaxshi ko'ni sho'pirlar bo'lmasa, mashina haydayolmaydi. Kuchamaytaq tash yo'li qo'rqinchli emaskan, uningdimi vahshiy yo'lda menib boqay deganlar Mao yo'lda o'zinglarni sinab baqsanglar bo'ldi. Manzilsiga kelsak, dishajasiz, bakmi chiroyli. Bir qatim menib beqishingiz arziydi. Yo'lning ichilish vaqtiga kelsak, yilda faqat 3 oyda ichildi. Hozir yo'l uchuq. Bu yil 6-oyning 26-kuni rasmiy ochilgan. Qatnash normal. Yo'l xatarlik bo'lganligi uchun faqat 7 kishidan tuvan mashinalarning menishiga yo'l qo'yildi. Qo'ljidan Mo'g'ul ko'raga bevosita boradigan yo'l umumiy musofasi 180 kilometr. Mo'g'ul ko'raga sayohatga bormoqchi bo'lgan do'stlar, mushu yo'l bilan meni ko'rib baqsanglar bo'ldi. O'rin belgilashni bekitib qo'ydim. Sayohatga oid savollar bo'lsa, bevosita ko'rsatib so'rasanglar bo'ldi. Men Zuhra, dunyoning texnik go'zal joylari qiziqsangiz, menga ergashib bo'ling.